Ko'pchilik bizga aytadi, Dilbarimda o'tayam narxlar qimmat deydi. Keyin bizdan ko'pchilik aytadiki, kelib turib narsa olayotganda, o'zini joyidagi narxini bilamiz. Munchaga bering, sizlar qayerdan qanday olib kelishlaringni bilamiz. Biz ham oldin savdogar bo'lganmiz deydi. Ha, to'g'ri, sizlar narxini bilasizlar. Biz hamma yoqda 5 barmoq, 10 barmoqni shu narsalarimiz ichiga tiqib olganmiz. Misol uchun shu dvoykalaring bizga atigi 2000 so'mga to'g'ri keladi. Biz bularni skidkada deb 250 ming so'mdan deb e'lon qilganmiz. Bulardan ham hattoki 248 ming so'm foyda qilyapmiz. Bunaqasi hech qayerda bo'lmagan. Sababiki biz shu yilda oxirigacha yelik olishimiz kerak. Keyingi yilga oilaviy Amerikadan ham 3 ta filial ochishimiz kerak. Hammani fikr xayolida shu. Dilbarimda o'tayam narxlar qimmat. Keyin shu rubashkaning hammasi bizga 1000 so'mdan to'g'ri keladi. Bularni ham hattoki 150 ming so'mdan 180 minggacha qo'yib yuborganmiz. Bulardan ham ba'zi biridan 149 ming so'm, ba'zi biridan 179 ming so'm foyda qilyapmiz. Sababiki bu xolamni tekstilida chiqadi. Menga bepul kelishga do'ljin. Xitoydagi xolam bor, o'sha menga bepulga yetkazib berishga do'ljin. Keyin do'konimizni ham yaxshi insonlar arendasini bepul qilib bergan biz uchun. Hamma yoqdan foyda qilyapmiz. To'lka biz yashayapmiz bu hayotda.